Assalomu alaykum Jahon choyxonasining aziz kuzatuvchilari, obunachilari. Mana bugun shashlik challenge'imizga start berdik. Xudo xohlasa, Guliston shaharidan 85-Sherzod akamiz kelgan. 7 daqiqada bitta 1 metrlik shashlik va bitta 0.5 kolamizni ichib 500 ming so'm yutib ketmoqchi. Akamizga omad. Tayyormisiz xo'jang? Ha, start bo'ladi. Davay ket. Sirdaryo viloyati Guliston shahridan kelgan Sherzod akamiz shashligimiz 7 daqiqada yeb bo'ldi. Shashlik haqida, o'yin haqida, choyxona haqida bir fikringiz bo'lsa ayting. Bu choyxona gap yo'q, ikkinchi zomin. Shashlik degan ta'mi yo'q bo'lsin gapsiz. Maqsad o'yin uchun emas ekan. Shunday. Go'shagimiz keladi keldi. Rasmiyasiga qo'shilgan edi. Keyinlar boshqa nima deymiz? Hammalarni kutib qolamiz Jahon choyxonasida. Hammalarni kutib qolamiz. Keyinlar puldan olib ketinglar. Yo'lda bo'laydi. Ham ovqatlanib ketasizlar, ham pul olib ketasizlar. Kutamiz hammalarni.